Sababi gastroskopiya tekshiruvidan ko'pchilik qo'rqadi. Og'riqli jarayon, bezovta bo'lamiz, qo'rqishadi. Bunda bizda Javohir medklinikasida sedatsiya yo'li orqali, ya'ni uxlatib tashxis qo'yish imkoniyatimiz ham bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men 6 yillik tajribaga ega gastroenterolog, terapevt va endoskopist Haydar Jo'rabek Tursunovich bo'laman. Bugun obunachilarimizdan kelgan oshqozon va 12 barmoq ichak yara kasalliklari haqida berilgan savollarga javob beramiz. Oshqozon va 12 barmoq ichak yaralari bu nima va nimadan kelib chiqadi? Oshqozon va 12 barmoq ichak yaralari asosiy kelib chiqadigan sabablari avvalambor bu stress hisoblanadi. Doimiy stress, miyada bir xil fikrlarni aylantirib o'ylab yurish bu oshqozon va 12 barmoq ichak yaralariga olib keluvchi asosiy sabab hisoblanadi. Keyingilari Helicobacter pylori degan bakteriyasi bo'ladi oshqozonni. Bu hammada normada bo'ladi, lekin kimlardadir ko'payib ketishi sababli oshqozonda va 12 barmoq ichakda yara chaqirish ehtimolligi bo'ladi. Bu mikrob hamma tirik jonzot kabi bu ham oziqlanadi, faqat bu mikrob oshqozon va 12 barmoq ichakni shilliq qavati bilan oziqlanadi. Shilliq qavatini yemiradi, natijada eroziya kelib chiqadi. Eroziyadan chuqurlashaversa yaraga aylanish xavfi bo'ladi. Keyingi keltirib chiqaradigan sabablar ular ichkilik, chekish, noto'g'ri ovqatlanish, achchiq sho'r narsalar ko'p yeyish, ko'proq qattiq, yog'li, qovurilgan ovqatlar yeyish oshqozon kasalliklariga olib keladi. Bundan tashqari nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar deymiz. Bu og'riq qoldiruvchi dorilar. Og'riq qoldiruvchi dorilar ham oshqozon shilliq qavatini yemirib, yaraga olib keladigan sabab hisoblanadi. Uyqusizlik, ishdagi muammolar, hayotdagi muammolar ham kislotani ko'paytirishga sabab bo'ladi. Kislota ko'paygandan keyin shilliq qavatni kuydirib, yaraga olib kelish ehtimolligi bo'ladi. Keyingi masala bemorlarimizdan kelib tushadigan savol bu bemorlarda o'zi nima bezovtachilik bo'ladi, buni qanday belgilari bor degan savollar bo'ladi. Buni belgilari ovqatlanganda yoki och qorinda og'riqlar bo'ladi. Ovqatlangandagi og'riqlar ko'proq oshqozon kasalliklariga xos bo'ladi. Oshqozon kasalliklari och qorindagi og'riqlar ko'proq 12 barmoq ichak kasalliklariga xos bo'ladi. Bemorda ko'ngillanishi, qayt qilish, qorin sohasida og'riq, ovqatlanganda yoki och qorinda og'riqlar bo'lishi mumkin. Kechasi ayniqsa 12 barmoq ichak kasalliklari og'rig'i ko'proq kuzatiladi, bemorlarga ko'proq bo'ladigan holatlar. Mana shunaqa holatlar bezovta qilsa, ko'proq gastroenterolog maslahatiga borib ko'ringan ma'qul. Sababi oshqozon kasalliklari uncha uzoq bo'lmagan holatda 3 yildan 6 yilgacha bo'lgan holatda onkologik kasalliklarga aylanish xavfi bo'ladi. Bu yara kasalliklarini onkologik kasalliklarga aylanishi bu hammada ham uchramaydi. Bundan bemorlarimiz qo'rqish kerak emas. Vaqtida tekshirilgan tekshiruv natijalariga asoslanib qo'yilgan tashxis to'g'ri davolanishga olib keladi. Onkologik kasalliklarga aylanish xavfi bu 7-14% holatlarda yara kasalliklari onkologik kasalliklarga aylanish xavfi bo'ladi. Bunday holatlarda albatta gastroskopiya tekshiruvidan o'tish lozim. Gastroskopiya aniq sizning oshqozoningizdan, 12 barmoq ichagingizdan aniq kamera orqali ko'rib tashxis qo'yiladi. Avvalgi meditsinada bariy sulfati ichirib rentgen qilish metodi bor edi. Bu gastroskopiya usuli o'ylab topilmasidan avval qo'llanilgan. Hozirgi kunda ham qo'llaniladi. Ko'pincha onkologik kasalliklarda qo'llaniladi, lekin eng samarali usuli bu gastroskopiya hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlarimizni gastroskopiyaga ko'ndirishga, gastroskopiya tekshiruvini o'tkazishga bemorlarimizni jalb qilish qiyinroq bo'ladi. Sababi gastroskopiya tekshiruvidan ko'pchilik qo'rqadi. Og'riqli jarayon, bezovta bo'lamiz, qo'rqishadi.
Bunda bizda Javohir Med klinikasida sedatsiya yo'li orqali, ya'ni uxlatib tashxis qo'yish imkoniyatimiz ham bor. Bemalol qo'rqmasdan o'zlaridagi muammoni hech qanaqa og'riqlarsiz, zararsiz usulda hech narsani sezmasdan tekshirib ko'ramiz. Yaqinda videolarimizni chiqarganimizga ko'rgan bo'lsanglar kerak, bizga obuna bo'lgan muxlislarimiz, obunachilarimiz ko'rgan bo'lishi kerak. Yaqinda Britaniya fuqarosi kelib bizda check-up dasturidan o'tdi. Check-up dasturimiz ichida gastroskopiya va kolonoskopiya tekshiruvi bor edi. Gastroskopiyani ham, kolonoskopiyani ham bir vaqt o'zida bir marta uxlatganimizda ham gastroskopiya ham kolonoskopiya tekshiruvini o'tkazdik. Bundan chet el fuqarosi ham juda mamnun bo'ldi. O'z intervyusida aytib o'tgan, endoskopiya juda ham oson, yengil o'tganini aytib o'tgan. Bemorlarimiz o'zlarida oshqozon sohasida og'riq, mana shunaqa yuqorida aytib o'tgan simptomlarimiz o'zlarida kuzatiladigan bo'lsa, qo'rqmasdan kelib bemalol gastroskopiya tekshiruvidan o'tishlari mumkin. Davo choralari umuman shifokor tavsiyasiga asoslanib tashxis qo'ygan ma'qulda. Hamma o'z-o'zicha davolanib, masalan, Zolotay standarti, oltin standart deyiladi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanib, ham tekshiruv, ham davo choralari yozib chiqilgan. Yaqinda bir davrada o'tirganimizda shunaqa holat bo'ldiki, xususiy klinikalarni juda ham qimmatligi va bo'lmagan tekshiruvlarni tavsiya qilishi haqida bahs bo'lib o'tdi. Bu narsani qayerda qanday bilmadimmi, bizni Javohir Med klinikamizda unaqa bo'lmagan narsalar tekshiruvlarni tavsiya qilishsa, shifokorlarimiz tavsiya qilmaydi. U yerda bo'layotgan gap kerakmi, yo'qmi? Vrach shu kasallikni aniqlash uchun kerakmi, yo'qmi, o'sha tavsiyani beradi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bu narsa tasdiqlab qo'yilgan. Aynan bitta kasallikka tashxis qo'yish uchun tekshiruv turlariga mana shunaqa narsalar kiradi. Mana shularni tekshirish kerak. Tekshirmasang nima uchun, nimaga asoslanib bu diagnozni qo'yding degan savol tug'iladi. Bitta tashxisni asoslash uchun mana shu tekshiruvlardan o'tkazish kerak. Masalan, oshqozon 12 barmoq ichak yarasi bor bo'ladigan bemorda biz qayerdan bilamizki, gastroskopiya qilmasdan turib bunda yara bor deya olamiz. Simptomlari o'xshash. Yallig'lanishni ham, eroziyani ham, yarani ham simptomlari bir-biriga o'xshash. Aniq tashxis qo'yish uchun tekshiruv kerak bo'ladi. Masalan, Helicobacter pylori keltirib chiqargan yarani biz qayerdan bilamizki, Helicobacter pylorini tekshirmasdan, u qonda konsentratsiyasi baland chiqmasdan sanga Helicobacter pylori olib kelgan mana shu holatingga, yara bo'lishiga sabab bo'lgan narsa mana shu narsani qanday ayta olamiz? Tekshirish kerak, ko'rish kerak, yo'lni to'g'ri tanlash kerak. Yo'lni to'g'ri tanlasak, davo muolajasiga aniq tashxis qo'ya olsak, biz to'g'ri davolab bilamiz. Bemorlarimiz murojaat qiladi. Mana shunaqa vaziyat bo'lyapti. Menga bir marta davo muolajasi yozib bering qani. Bo'lmasa yana kelaman deb. Bo'lmasa qanchadan keyin keladi? 1 oydan keyin keladi, 2 oydan keyin keladi, 5 oydan keyin, 1 yildan keyin keladi. U o'sha kasallik bilan yuraverib, yarani kattalashtirib, uni asoratlari bor, qon ketish bo'lishi mumkin, yara teshilishi mumkin, yorilishi mumkin. Bunaqa og'ir oqibatlarga olib keltirib qo'ymasdan, undan ko'ra avval mana shu yo'lini to'g'ri tanlab olib, davo muolajasini to'g'ri olib, tezroq natijaga erishgani ma'qul emasmi? Bizga rahmat kelaversa, biz ham xursand bo'lamiz.
maza qilib ishlaymiz, o'zimizni ishimizdan faxrlanamiz, xursand bo'lamiz. Yo'q, bu operatsiya bilan davolanmaydi. Yarani chuqurligiga qarab, asoratlariga qarab to'g'ri operatsiya qilish davo turlariga oxirgi variant operatsiya. Lekin ungacha bo'lgan holatda bunda kelib chiqish sababiga qarab, masalan, Helicobacter pylori keltirib chiqaradigan bo'lsa, bunda antibiotiklar bilan birga, ingibitor proton pompalar bilan birga antitsidni preparatlar, gastroprotektorlar bor. Bular bilan birga kompleks lechina olib boriladi. Agar asoratlari beradigan bo'lsa, yaradan tez qon ketib tursa, yara to'satdan yorilib ketsa, ochilib ketsa, bunda operatsiya qilmasdan davolash imkoniyati bo'lmaydi. Shunaqa uy sharoitida bu kasallikka olib kelmaslik uchun to'g'ri ovqatlanish, vaqtida ovqatlanish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, spirtli, yog'li, xamirli mahsulotlardan kechish, yog'li, xamirli mahsulotlar mayli qanchadir miqdorda, ma'lum miqdorda mumkin, lekin spirtli, tamaki mahsulotlari, sho'r achchiq narsalar, butun bulardan to'liq voz kechgan ma'qul. Bu oshqozon kasalliklariga olib keladigan juda ham sababi katta bo'lgan mahsulotlar bular. Bu to'g'ri gap, chunki talabada tartib bo'lmaydi. Vaqtida ovqatlana olmaydi. Kechasi bilan dars qilib, ertalab uxlab qolib, tezroq ertalabki nonushtani ham qilmasdan tezroq darsga ketadi. Dars bilan bo'lib ketib, shu bilan obed bo'ladi. Obedga qorinni ushlab turish maqsadida ko'proq qattiq ovqatlar yeydi. Kechqurun ham ovqatlanib birdan dars qilishga o'tiradi. Bu holat talabalarni 70%larida bo'ladigan holat. Qolgan 30% atrofida bu tartib qoidaga amal qilib, vaqtida ovqatlanib, o'zini yaxshi ko'radigan odamlar bo'ladi-ku. O'zini yaxshi ko'radigan odamlarga u talaba bo'ladimi? Ko'chada yuradigan odam bo'ladimi? Hayotini tartibga solib boraveradi ular. Hayotini tartibga solib borolmaganlarda ko'proq mana shunaqa holat kelib chiqadi. Obunachilarimizdan kelgan savollar hozircha shular. Kimda yana qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, oshqozon ichagida o'zida shunaqa simptomlarni bilib turib, qanaqa yordam kerak savollari bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib keting. Biz albatta video qilib javob berishga harakat qilamiz. Javohir tibbiyot markazi YouTube kanalini kuzatishda davom eting. Biz videolarni joylab borib, obunachimizdan kelgan savollarga yechim topishga harakat qilamiz.